yoz chillasi, saraton xabar bo'lyapti. Qoraka peshin namoziga janoza Yunusobod tumanidagi baland qavat imoratlarning bittasida bir onaxon o'tib qoptilar. O'lganlar 5 kun o'liklari xonada qolib ketgan. Bitta o'zlari turar ekanlar, boshqa hech kim yo'q. O'lganini birov bilmagan. 5 kun murda uyda yotgan. Oxirida qo'shnilar eshikni buzib kirsa, 5 kun oldin omonatni topshirgan, og'ir bir ahvolda o'ligam qotib qolgan bir holat. Shu onani janozasini o'qib berar ekansiz. Xo'p. 10 ta 15 ta odam tovutni ko'tarib kelishdi. Janoza o'qildi, qabristonga olib borib qo'ydik. Uylariga borgandan keyin men so'radim, meni taniydigan hojakalar o'tirishgan edi. Bu onani farzandlari yo'qmi, hech kimi yo'qmi? O'libdi, birov bilmasa, 10 ta 15 ta odam ko'tarib keldi.